Gemostaz patologiyasi mavzusini davom ettiramiz va noimmun mexanizm asosida rivojlanuvchi trombotsitopeniyaning turi bo'lgan trombotsitopenik purpura haqida gaplashib o'tamiz. Nomiga e'tibor beringlar, ya'ni bu jarayonda trombotsitopeniya natijasida purpura vujudga keladi va trombotik, ya'ni tromboz ham vujudga keladi. Trombotik trombotsitopenik purpurani biz mikroangiopatik gemolitik anemiyalar safiga qo'shgan edik. Xo'p, nima degani bu? Mikroangiopatik gemolitik anemiya. Ya'ni bu kasallikda ham gemolitik anemiya, eritrotsitlarning parchalanishi, ham tromboz va plus trombotsitopeniya hisobidan purpura vujudga keladi. Birin-ketinlikda gaplashib o'tamiz, nima sababli bu hodisa ro'y beradi. Demak, bu kasallikda tromboz rivojlanadi va mana shu tromboz mikro qon tomirlarda, ya'ni kichik kalibrdagi qon tomirlarda rivojlanadi. Va mana shu tromblarga kelib urilgan eritrotsitlar gemolizga uchraydi. Shu sababli bularni mikro angiopatik gemolitik anemiyalar qatoriga qo'shamiz. Xo'sh, endi savol, nima sababli tromboz vujudga keladi? Bu kasalligimiz Adams 13 fermentining defitsiti yetishmovchiligi natijasida ro'y beradi. Birlamchi ravishda ferment defitsiti genetik mutatsiya tufayli ro'y bersa, ikkilamchi ravishda Adams fermentiga qarshi autoantitelalar ishlab chiqarilishi natijasida ro'y beradi. Xo'p, bu ferment nima funksiyani bajaradi? Normal holatda von Willebrand faktori adgeziyani ta'minlovchi omil hisoblanadi. U Willebrand tanachalarda saqlanadi va multimer holatda bo'ladi. Aynan Adams 13 fermenti yordamida ular multimer holatdan parchalanib, monomer holatga o'tkaziladi. Qachonki bu ferment yetishmasa, demak, trombotsitlarning mana bunaqa holati, ya'ni ularning to'planib qolishi, trombotsitlarning anomal, ya'ni nenormal bo'lgan adgeziyasi vujudga keladi va natijada kichik kalibrdagi qon tomirlarda mikrotromblar vujudga keladi. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin: vena, venula, kapillyar, arteriola hamda arteriya. Demak, mana shu kichik kalibrdagi venula, kapillyar, mana shu ko'pincha mana shu kapillyarlarda mikrotromblar vujudga keladi. Va aytishimiz joizki, bu kasallik orttirilgan shaklda ham bo'lishi mumkin va nasliy shaklda ham bo'lishi mumkin. Orttirilgan shakl ko'pincha ayollarda kuzatilar ekan. Xo'p, natijada demak tromblar hosil bo'ldi va mana shu tromblar shakllanishi uchun sarflangan trombotsitlar miqdori kamayadi. Ya'ni trombotsitlar iste'mol qilinadi. Iste'mol qilinishi nimaga iste'mol qilinadi? Tromb hosil bo'lishiga safarbar qilinadi. Shuning hisobidan trombotsitlar miqdori kamayib, trombotsitopeniya rivojlanadi. Trombotsitopenik purpura bilan namoyon bo'ladi bu kasallik. Trombotsitopeniyaning rivojlanishini tushundik, chunki ular demak tromb shakllanishi uchun safarbar bo'ladi. Nima uchun mikroangiopatik gemolitik anemiya deydigan bo'lsak, aynan mana shu qon tomir ichidagi mikrotromblarga kelib eritrotsitlar urilib, parchalanib, gemolitik anemiya vujudga keladi. Kichik qon tomirlarda bo'lganligi sababli mikroangiopatik gemolitik anemiya deymiz. Demak, mikroangiopatik gemolitik anemiya haqida gaplashadigan bo'lsak, bu noimmun gemolitik anemiyaning mexanizmi. Ya'ni gemolitik anemiyani biz eshitganmiz, autoimmun gemolitik anemiyani eshitganmiz, bu esa noimmun, ya'ni tromblarga kelib urilishi natijasida hosil bo'ladi. Va bunda eritrotsitlar urilib, parchalanib gemolizga uchragani sababli qonda sariqlik bilan kechadi, gemolitik sariqlik bilan, laktat dehidrogenazi fermentining miqdori oshishi bilan, bilirubinni miqdorini oshishi bilan kechadi. Bu holatda neprimoy, ya'ni konyugerlanmagan bilirubin miqdori ortadi va parchalanish ko'p bo'lganligi hisobli intravaskulyar, ya'ni qon tomir ichida parchalanish bo'lganligi sababli gaptoglobin miqdorini kamayishini kuzatishimiz mumkin.
va anemiyalar uchun xos bo'lgan, gemolitik anemiyalar uchun xos bo'lgan belgi retikulotsitlarning miqdori qonda ortgan. Kums testi e'tibor beramiz manfiy bo'ladi. Kums testi qachon musbat, qachonki autoimmun jarayon bo'lsa, Kums musbat reaksiyani beradi. Va qon surtmasini ko'rganimizda biza shistotsitlarni ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda mana tasvirlangan shistotsitlar, ya'ni eritrotsitlar tromblarga urilishi natijasida ular mana shunaqa xuddi tishlangan eritrotsitlarga o'xshagan shaklga kelib qoladi. Parchalangan eritrotsitlar, bular shistotsitlar deyiladi. Bu holat nafaqat trombotstepinik purpurada, balki mikroangiopatiya gemolitik anemiya uchrayotgan trombotstepinik purpurada, gemolitik uremik sindromida hamda DVS sindromida uchrashi mumkin, ya'ni disseminatsiyalangan intravaskulyar koagulyatsiya. Va bu demak trombotstepinik purpura haqida edi. Yana bir bor eslatib o'taman. Bunday deyishimizga sabab trombotitlar safarbar bo'ladi tromb hosil qilinishiga. Buning natijasida vujudga keladi trombotstopiniya. Trombotstopiniya miqdori 50 mingdan kamayishi natijasida bemorlarda purpura rivojlanadi va bu kasallik qaysi guruhga kiradi desak, mikroangiopatiya gemolitik anemiyalar gruppasiga kiradi. Nima sababli? Mana shu trombotitlarga eritrotsitlar kelib urilishi natijasida eritrotsitlar parchalanib, gemolizga uchrab, shistotsitlarni hosil qilar ekan. Va xuddi shunday mikroangiopatiya gemolitik anemiya bilan kechadi gemolitik uremik sindrom. Hozir sizlar bilan gemolitik uremik sindrom haqida gaplashib o'tamiz. Gemolitik uremik sindrom bu asosan bolalarda uchraydigan mikroangiopatiya gemolitik anemiyaning turi va triada bilan kechadi. Qanday triada? Demak, mikroangiopatiya gemolitik anemiya, trombotstopiniya va buyrak yetishmovchiligi triadasi bilan kechadi. Juda tez rivojlanadi va o'z vaqtida demak davo chorasi ko'rilmasa, o'lim bilan yakunlanishi mumkin. Hop, gemolitik uremik sindrom o'z nomi bilan aytib turibdi. Mikroangiopatiya gemolitik anemiyadan tashqari bu yerda uremiya vujudga keladi. Ya'ni uremiya bu buyrak yetishmovchiligi natijasida buyrak bilan, ya'ni siydik orqali chiqib ketish kerak bo'lgan ikkilamchi oqsil parchalanish mahsulotlari, ya'ni mochevina, kreatinin kabi mahsulotlar demak qonda miqdor ortib ketadi. Qonda miqdor ortadi, bu uremiya deyiladi. Gemolitik so'zi tushunarli, ya'ni gemoliz bilan kechadi, uremiya bo'ladi va shuni birlashtirib gemolitik uremik sindrom deb ataymiz. Buni o'z navbatida ikki xil shakli bor, tipik hamda atipik shakli. Tipik shakli 95% holatda enterogemorragik Escherichia coli, ya'ni ichak tayoqchasi, ayniqsa uni O157H7 shtammi natijasida vujudga keladi. E'tibor beringlar, enterogemorragik, ya'ni ichaklarda gemorragiya bilan kechadi. Mana ichak tayoqchasi Escherichia colining bir qancha shtammlari bor va bulardan enterogemorragik bilan kechuvchisi faqat mana shu shtamm hisoblanadi. Va bundan tashqari Shigella dizenteriya birinchi tur ham xuddi shunga sabab bo'lishi mumkin. Shigella dizenteriya tomonidan demak Shiga toksin ishlab chiqariladi. Xuddi shunday enterogemorragik Escherichia coli tomonidan ham Shiga toksinga o'xshash o'zini maxsus toksinlar ishlab chiqariladi va bu toksinlar yordamida ular buyrakni demak endoteliy hujayralarini, buyrakdagi o'sha qon tomirlaridagi endoteliysi bor, buyrak glomerulasini zararlashi mumkin. Xo'p, demak bu qanday qilib yuqadi degan savol bo'lishi mumkin. Xo'p, Escherichia coli ichak tayoqchasi yuqishi mumkin infeksiyalangan demak moldan va bu suratga e'tibor berishimiz mumkin. Demak, infeksiyalangan sut hisobidan yoki infeksiyalangan qoramolni go'shti hisobidan
odamga yuqishi mumkin. Yaxshi pishirilmagan holatda tanovul qilinsa yoki sut yaxshi qaynatilmagan holatda qabul qilinsa, bu holatda yuqishini kuzatishimiz mumkin. Hop, davom etamiz. Endi atipik shakli, ya'ni bu toksinsiz kechadi. Genetik yoki ikkilamchi bo'lishi mumkin. Birlamchi turini aytdik. Birlamchi turi Shiga toksin ishtirokida yoki Shiga toksinga o'xshash toksin Escherichia coli tomonidan, ya'ni ular infeksion omil tomonidan rivojlandi, toksinlar ishlab chiqardi. Atipik shakli toksinsiz kechadi va ko'pincha komplement sistemaning aktivlanishi bilan bog'liq. Bu demak genetik mutatsiya tufayli rivojlanuvchi gemolitik uremik sindrom yoki autoimmun kasalliklar natijasida rivojlanishi mumkin. Masalan, sistemali lupus eritematoz, ya'ni sistemda krasnovolchanka hisobidan yoki virus infeksiyalari, gripp, COVID-19 virusi hisobidan yoki ayrim dori vositalari, immunosupressantlar, kimyoterapiya hisobidan yoki homiladorlikka bog'liq gemolitik uremik sindrom rivojlanishi mumkin. Hop, mnemonika qilamiz. Tipik varianti T harfi bilan bog'liq, ya'ni toksinga bog'liq hisoblanadi. Toksinga bog'liq. Bu demak Shigella dizenteriya, Shiga toksin ishlab chiqaradi hamda enterogemorragik Escherichia coli tomonidan rivojlanadi. Atipik varianti A harfi, ya'ni tipik bo'lmagan, toksinsiz, genetik mutatsiya tufayli birlamchi sabab yoki ikkilamchi sababi yuqorida aytib o'tgan autoimmun dori yoki viruslar natijasida. A harfini olamiz. Autoimmun, ya'ni komplement sistema bilan bog'liq ravishda yoki autoimmun antitanalar natijasida rivojlanishi mumkin. Hop, endi shuni patogenezini ko'rib chiqamiz, shu kasallikni. Demak, toksinga bog'liq turi Shiga toksin yoki Shiga toksinga o'xshash bo'lgan Escherichia coli tomonidan ajralib chiqaruvchi toksin. Demak, bunda o'sha bakteriyalar tomonidan organizmda bakteriya tushadi. Nima orqali? Ovqat orqali, yomon pishgan go'sht yoki iflos suv yoki sut mahsulotlari orqali tushishi mumkin. Va ichakka tushgandan keyin u toksin ajratadi. Shiga toksin yoki Escherichia colining o'zini toksini. Toksin ichak kapillyarlarini zararlaydi, ichakni ham zararlaydi va bundan keyin u buyrakka boradi. Buyrakka borgandan keyin buyrak endoteliy hujayralarga ta'sir qiladi va hujayralarni zararlaydi. Endoteliy zararlanishi natijasida trombogen effekt yuzaga keladi. Ya'ni bilamiz, endoteliy normal holatda antiagregant, antikoagulyant hamda fibrinolitik aktivlikka ega edi. Endoteliy shikastlanishi bu Virxov triadasining, ya'ni tromboz rivojlanishining bitta omili hisoblanadi. Va natijada trombotsitlar o'sha sohaga kelib yopishib, mikrotromblar yuzaga keladi buyrak endoteliysida. Va 3-jarayon mikroangiopatik gemolitik anemiya rivojlanishi, ya'ni tromblarga kelib urilgan eritrotsitlar gemolizga uchraydi. Natijada bunda ham shistotitlar paydo bo'ladi. Tromb shakllanishi uchun trombotsitlar safarbar etiladi. Buni hisobidan trombotsitopeniya rivojlanadi. Buyrak tromblar ta'sirida demak yopilib qoladi. Yo'li kapillyarlar yo'li to'siladi. Glomerulyar filtratsiya izdan chiqadi. Ya'ni buyrakka kelayotgan qon filtratsiyaga uchramaydi. Siydik chiqishi kamayadi. Organizmdan chiqishi kerak bo'lgan keraksiz mahsulotlar organizm o'ziga saqlanib qoladi. Ya'ni azot mahsulotlari organizmda to'planib qoladi. Azotemiya, ya'ni uremiya holati rivojlanadi. Shu sababli buni gemolitik uremik sindrom deb atadik. Diagnostikasiga keladigan bo'lsak, demak qon analizida gemolitik anemiyaga xos bo'lgan belgilarni kuzatishimiz mumkin. Hop, shistotitni ko'rishimiz mumkin. Trombotsitopeniyani kuzatamiz. Umumiy qon analizida trombotsitlar miqdorining kamayishini. Siydikda demak gematuriya, ya'ni siydikda qon hamda proteinuriya, ya'ni buyrak zararlanishi tufayli proteinlar chiqishi hamda eritrotsitlar chiqishi vujudga keladi. Qonda
Demak, kreatinin miqdori, mochevina miqdori oshgan, ya'ni uremiyani belgisi. Va qon kulturasi qilganimizda biz Escherichia coli O157H7 shtammini aniqlashimiz mumkin. Xo'p, laboratoriyada aytib o'tganimizdek, demak, kal kulturasi Shiga toksin testini amalga oshirishimiz mumkin hamda komplement sistemani ishlashini, ya'ni atipik shaklda rivojlanganmi yo'qmi, shuni ham aniqlashimiz kerak bo'ladi. Va kalda topishimiz mumkin Shigellani yoki Escherichia colini. Shiga toksin testi agar musbat beradigan bo'lsa, demak Shiga toksin asosli rivojlangan gemolitik uremik sindrom ham bo'lishi mumkin. Demak, agar nima topilsa, Escherichia coli topilsa, Escherichia coli tomonidan vujudga kelgan bo'ladi. Shigella topilsa, Shigella tomonidan vujudga kelgan gemolitik uremik sindrom rivojlangan bo'ladi va shunga qarab davo chorasi ham ko'riladi. Demak, bu bemorlarda asosan demak yosh bolalarda uchraydi dedik. Gemolitik uremik sindrom xuddi ko'karishlar kabi terisida trombotstopeniya natijasida ko'karishlar namoyon bo'ladi, lekin bola travma bilan bog'liq emas bu ko'karishlari. Bemorda demak bundan tashqari istma bilan kechishi mumkin. Bu kasallik ichak infeksiyasi bo'lganligi sababli istma bilan birgalikda kechadi. Ichki itishi diareya bilan kechadi, chunki aytdik, bu toksinlar nafaqat buyrakni, balki ichaklarni ham zararlaganligi sababli qon ketishlar, istma bemorda hamda buyrak ishlamasligi, buyrak yetishmovchiligi tufayli bemorlarda shish kuzatilishi mumkin oyoqlarda va gemoliz natijasida gemolizga oid laborator analizlarni ham ko'rishimiz mumkin. Xo'p, endi klinik simptomlari trombotstepenik purpura, gemolitik uremik sindrom. Ikkalasi ham demak mikroangiopatik gemolitik anemiya bilan kechadi. Trombotstepenik purpura asosan kattalarda uchrasa, gemolitik uremik sindrom ko'pincha bolalarda uchraydi va diareya bilan birgalikda kechadi. TTP trombotstepenik purpura rivojlanishiga sabab demak Adams 13 fermentining yetishmovchiligi nasliy yoki orttirilgan shaklda va bunda Willebrand to'planib qoladi, multimer shaklda, polimer shaklda va tromblar vujudga keladi. Gemolitik uremik sindromda bo'lsa, bu Shiga toksin, Shigella dizenteriya hisobidan yoki Shiga toksinga o'xshash toksin, enterogemorragik Escherichia coli ichak tayoqchasi natijasida yoki atipik shaklda autoimmun kasalliklar, komplement sistema buzilishlari, virusli kasalliklar natijasida vujudga keldi. Asosiy shikastlanadigan a'zo trombotstepenik purpurada bu miyada ham tromblar rivojlanishi mumkin. Miya qon tomirlarida tromboz vujudga kelib va shunga monand bemorda nevrologik simptomlar, kuchli bosh og'rig'i, tutqanoq hamda koma holatlari ham vujudga kelishi mumkin. Demak, bu har doim ham emas, qachonki miya bilan bog'liq bo'lsa, miyada tromboz vujudga kelgan bo'lsa, shunda yuqorida aytib o'tgan nevrologik simptomatika rivojlanishi mumkin. Gemolitik uremik sindromda esa nevrologik simptomatika mavjud emas. Buyrakka doir belgilar ko'proq gemolitik uremik sindrom uchun buyrak zararlanishi ko'proq. Bunda oliguriya, ya'ni sidik chiqishini kamayishi, gematuriya rivojlanadi, sidik bilan eritrotsitlarning chiqishi va buyrak yetishmovchiligi bilan kechadi. Trombotstepenik purpurada demak kam yoki buyrak zararlanishi yengil holatda. Istma qaysi holatda bo'ladi? Istma trombotstepenik purpurada bo'lishi mumkin. Gemolitik uremik sindromda odatda istma yo'q. Hop, trombotitlar miqdori ikkala holatda ham trombotstepeniya rivojlanadi. Mikroangiopatik gemolitik anemiya va shtatitlar ikkalasi uchun ham xos. Protrombin vaqti hamda ACTV ikkalasi uchun ham normal qiymatga ega.
Klinik simptomlari, demak, klinik simptomlari trombotik trombotstepenik purpura uchun xos anemiya, gemolitik trombotstepeniya hamda nevrologik simptomlar va isitma bilan kechadi trombotik trombotstepenik purpura. Boya yuqorida men adashtirib yuborman. Gemolitik uremik sindrom uchun xos emas isitma, demak isitma xos, trombotik trombotstepenik purpura uchun isitma xos ekan. Gemolitik uremik sindromda ham xuddi shunday gemolitik anemiya, trombotstepeniya va buyrak zararlanishi uremiya bilan kechadi. Xo'p, davolashga keladigan bo'lsak, trombotik trombotstepenik purpurada kortikosteroidlar va plazmafarezdan foydalansa bo'ladi. Plazmafarez orqali antitanalarni, ya'ni trombotik trombotstepenik purpura bu antitanalar natijasida vujudga kelishi mumkin dedik. Shu holatda plazmafarez yaxshi yordam beradi. Gemolitik uremik sindromda, demak, suyuqlik muvozanatini nazorat qilish, dializ, atipik shakllarda monoklonal antiteladan foydalanishimiz mumkin. Eculizumab deb nomlangan monoklonal antitela. Xo'p, bu demak gemolitik uremik sindrom hamda trombotik trombotstepenik purpurani bir-biridan farqlari edi. Keyingi kasalligimiz bu disseminatsiyalangan intravaskulyar koagulyatsiya yoki buni DVS sindromi deb nomlaymiz. Yana boshqacha qilib buni trombotik trombogemorragik sindrom ham deyishimiz mumkin yoki istemol koagulopatiyasi. E'tibor beringlar, trombogemorragik sindrom, mana shu nom kasallikni butun mohiyatini ochib beradi. Ya'ni bu kasallik natijasida bemorda tromboz, mikrosirkulyator qon tomirlarida va bundan tashqari gemorragiya, ya'ni qon ketishlar bilan namoyon bo'lishi mumkin. Ikkita aqlga sig'maydigan bir-biriga qarama-qarshi jarayon. Lekin mana shu jarayonlar DVS sindromida uchraydi. Ya'ni kuchli qon ketishlar va tromboz. Nima sababli? Istemol koagulopatiyasi. Mana shu nom bu savolimizga javob beradi. Ya'ni tarqalgan tomirlar, disseminatsiyalangan degani tarqalgan butun qon tomirlar, butun organizmdagi qon tomirlar bo'ylab tarqalgan intravaskulyar, ya'ni tomir ichi koagulyatsiyasi, tromblar rivojlanishi. Bu jarayonda juda ko'plab trombotitlar, qon ivish faktorlari sarflanadi. Ya'ni iste'mol qilinadi. Nima uchun? Tromb shakllanishi uchun. Va buning natijasida gemorragiyalar rivojlanadi. Demak, koagulyatsiya kuchaydi, tromblar shakllandi, juda ko'p tromblar hosil bo'ldi. Trombotitlar, fibrin, qon ivish faktorlar safarbar etildi. Natijada ularning miqdori kamaydi va qon ketish bilan namoyon bo'ldi. Demak, kasallik bosqichma-bosqich kechadi. Birinchi bosqichda giperkoagulyatsiya bo'ladi. Ko'p miqdorda o'sha safarbar bo'ladi. Keyingi bosqichda o'sha gipokoagulyatsiya bo'lib, ya'ni ko'p sarflangani sababli gemorragiya bilan keyin namoyon bo'ladi. Bunda laborator o'zgarishlar, demak, qon ivish vaqti HTV endi oshgan bo'ladi. Nimaga? Chunki qon ivish faktorlari safarbar etildi, qon ivishi endi sekinlashadi. Qon ketishi naborot kuchayapti. Fibrinoliz ham kuchayadi bundan tashqari. Demak, fibrinoliz qachon rivojlanardi? Qachon organizmda tromboz bo'lsa va shu tromblar eritish uchun fibrinolik sistema ham ishga tushib, fibrinoliz aktivlanardi. DVS sindromida ham xuddi shu jarayon sodir bo'ladi. Ya'ni birlamchi ravishda birinchi bosqich sifatida juda ko'p tromblar rivojlanadi, disseminatsiyalangan, ya'ni tarqalgan butun organizm bo'ylab tromblar, keyin esa shu tromblarga safar iste'mol qilinganligi sababli ivish faktorlari yana gipokoagulyatsiya holatiga o'tadi va gemorragiya rivojlanadi. Bundan tashqari tromblarni eritish uchun fibrinlik sistema ham aktivlanadi va fibrin parchalanish mahsulotlaridan biri bo'lgan D-dimer soni oshishi bilan kechadi.
Ya'ni D dimer bu DV sindromni diagnostikasi uchun qo'llaniladigan demak diagnostik kriteriy hisoblanadi. Demak, bu ham mikroangiopatik gemolitik anemiya bilan kechadi, trombotstopiniya bilan kechadi, qon yuvishlarini faktorlarini kamayishi, iste'mol koagulopatiyasi bilan kechadi. Ya'ni bunda birlamchi gemostaz buzilishi, ikkilamchi gemostaz buzilishi barchasi rivojlanadi. Shu sababli DV sindromini biz umumiy aralash turdagi gemostaz patologiya kiritsak bo'ladi. Ya'ni alohida birlamchi turga emas, ikkilamchi turga emas, balki aralashga kiritsak to'g'riroq bo'ladi. Chunki bunda birlamchi gemostaz ham, ikkilamchi gemostaz ham buzilgan sanaladi. Xo'p, mana bu yerda trombotstopiniyani kasalliklar bilan birgalikda qaysi qon shakli nima o'zgarishi bilan ko'rib chiqamiz. Demak, immun trombotstopinik purpurada trombotik trombotstopinik purpura, gemolitik uremik sindrom hamda intravaskulyar tomir ichi koagulyatsiyasi, ya'ni DV sindrom barchasida trombositlar miqdori kamayadi, trombotstopiniya rivojlanadi. Gemolitik uremik sindromda demak gemolitik uremik sindrom bilan kechadi. Qaysi turlari gemolitik uremik sindrom bilan kechadi? DVS gemolitik uremik sindrom deyman. Mikroangiopatik gemolitik anemiya degan mana bu. Mikroangiopatik gemolitik anemiyani birinchi harflar ko'rsatilgan va bu trombotik trombotstopinik purpura uchun, gemolitik uremik sindrom uchun hamda DVS uchun xos. Immun trombotstopinik purpura uchun xos emas. Xo'p, keyingisi bu laborator analizlarda HTV va protrombin vaqtini oshishi. Bu xos faqatgina DVS sindromi uchun. Qolgan mana bu kasalliklar uchun xos emas. Sababi bunda birlamchi gemostaz bilan bog'liq holatlar, ya'ni faqatgina trombotsit kasalliklari bo'lganligi sababli bunda ikkilamchi gemostaz uchun javobgar bo'lgan bu analizlarimiz o'zgarmaydi. Trombotik trombotstopinik purpura demak istma bilan kechadi va markaziy nerv sistema, sentral nerv sistema simptomatikasi bilan, nevrologik simptomatika bilan. Trombotstopiniya, mikroangiopatik gemolitik anemiya plus istma va ana bu nima edi? Miyadagi nevrologik simptomlar. Bu xos trombotik trombotstopinik purpura uchun. Gemolitik uremik sindrom ko'pincha bolalarda uchraydi va bunda ko'proq gastrointestinal trakt bilan bog'liq alomatlar, ya'ni ich kechishi, diareya bilan kechishi mumkin ekan. Bu demak barchasini bir-biriga o'xshash va farq qiluvchi tomonlari haqida edi. Shu bilan birlamchi gemostaz haqidagi videomiz o'z yakuniga yetdi. Keyingi darsda uchrashguncha xayr, sog', salomat bo'ling.